Bugun 6 avgust. Yangi bitta sortimiz pishgan. Ancha bo'ldi pishganiga, faqat video qilgani vaqt bo'lmayapti edi. Bu sortimiz menga chet eldan Red Shine Muscat, ya'ni qizil shayn muskat degan nom bilan kelgan. Hop, o'tgan yil ulaganman. Bu yil nishona hosili. Buni barglarini ko'rinishi, bargini ozroq tukliligi, keyin o'sishini kuchliligi ko'p tomondan haqiqatda shayn muskatga o'xshab ketadi. Lekin mevalari qizil. Bu yil doriladim. O'sha Red Shine Muscat, shayn muskatni dorilash sxemasi bo'yicha doriladim. Faqat bir 15 kun, 20 kunga kech qoldim. Boshqa ishlar bilan bo'lib, o'zini vaqtida dorilalmadim. O'sha Giberlin, yana Tidiazuron shunaqa dorilari bor. O'zini vaqtida, o'zini sxemasida berish kerak. Kech qoldim, lekin shunga qaramay ancha-muncha o'zgarishi bor. Ba'zi bir donlari urug'siz bo'lgan, ba'zi birlari urug'i bor. Bu urug'i borligi o'sha vaqtidan kech qolganim sababli shunaqa bo'ldi. O'zini vaqtida dorilasa urug'siz bo'ladi. Endi bu birinchi nishonasi. O'tgan yil ulaganman. Hop, lekin shayn muskatdan bitta farqi, bunda muskatdan umuman sezmadim. Juda ham shirin, shakari yuqori bo'lgan shirin sort. Terisi sal qalinroq, lekin ajramaydi terisi, yesa bo'ladi, yeydigan. Shakarliligi yuqori shirin sort. Red Shine Muscat sorti. Mana o'shani urug'ini holati mana. Kichikroq urug'lar bo'lgan. O'zi asli shayn muskat ham, bu sort ham urug'li sort. Faqat o'sha o'zini sxemasi bo'yicha, o'zini dorilari bilan vaqtida ishlov berilsa, urug'siz sortga aylanishi kerak. Urug'i bor. Go'shi zich, qarsildog'da bo'lmaydi-yu, lekin juda ham zich. Go'shlik, qattiq, uzun.